Mavsum boshlandi. Sportchilarni esa oldindan Jahon va Osiyo chempionatlari kabi yirik musobaqalar kutmoqda. Shu bois tayyorgarlik jarayonlari yanada jadallashgan. Xususan, O'zbekiston og'ir atletika terma jamoasi a'zolari Chirchiq shahrida joylashgan O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti majmuasida o'quv-mashg'ulot yig'inlarini olib boryapti. Bu haqda batafsil navbatdagi lavhamizda so'z boradi. 2026-yilda O'zbekiston og'ir atletlarini yirik xalqaro musobaqalar kutmoqda. Shu kunlarda O'zbekiston og'ir atletika erkaklar terma jamoa a'zolari joriy yilning aprel oylarida Hindiston davlatining Ahmadobod shahrida bo'lib o'tadigan o'smirlar va yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionati, Grand Prix birinchi musobaqalari va Xitoy davlatida bo'lib o'tishi kutilayotgan jahon chempionatiga qizg'in tayyorgarlik ko'rmoqdalar. Unga ko'ra, yil davomida turli yosh toifasidagi sportchilar xalqaro musobaqalarda ishtirok etishlari kutilmoqda. Yilning ilk musobaqasi Osiyo chempionati saralash bahslari bo'lib, unda O'zbekiston og'ir atletika terma jamoasi g'oliblik uchun bahs olib boradi. Hozir sportchilarimiz jismoniy tayyorgarlik hamda ba'zi bir etapdan o'tyapti. Sportchilarimiz bu etaplardan o'tib, oldimizda birinchi musobaqamiz bu o'zimizni O'zbekiston chempionati kutyapti. Mart oyida bo'lib o'tadi. O'zbekiston chempionatida sportchilarimiz yana bir bor o'zini sinab olib, undan keyin saralab aprel oyida birinchi xalqaro bu kattalar o'rtasida Osiyo chempionati start oladi. Shu musobaqaga tayyorgarlik boshlab oldik. Juda yana bir kompleksli katta musobaqa kutib turibdi. Bu sentyabr oyida bo'lib o'tadigan Osiyo o'yinlari kattalar o'rtasida. Men o'ylaymanki, shu Osiyo o'yinlarida og'ir atletika terma jamoasi O'zbekiston delegatsiyasiga o'zidan bir oltin, kumush, bronza medallarni o'zining hissasini qo'shadi degan umiddaman. Hozirda og'ir atletika yoshlar va kattalar terma jamoasi Misr davlatining Ismoiliya shahri, Xitoyning Ningbao shahri va Kolumbiyaning Bogota shaharlarida kattalar o'rtasida o'tkazilishi kutilayotgan yirik musobaqalarga tayyorgarlik ko'rmoqdalar. Ma'lumot uchun 2025-yil O'zbekiston og'ir atletika federatsiyasiga samarali yil bo'lib, unda terma jamoa a'zosi Akbar Jo'rayev Xitoyda o'tkazilgan jahon chempionati va Saudiya Arabistonida o'tkazilgan islom birdamligi o'yinlarida 3 ta oltin medalni qo'lga kiritdi.